Aka avvalo podpischigingiz 100 mingta bo'lganidan tabriklayman. Rahmat. Hozir endi rostdan shu metan zapravkalardan gaz quyganlarga 2 xonali uy berib yubormoqchimisizlar? 2 xonali podkiruch uy berib yuboramiz. Yaqin kompaniyasini metan zapravkalaridan gaz zapravka qilgan bo'lsa bo'ldi. Qadrdonlar, hozir biz Andijonda eski mashina bozorida oldida joylashgan yaqin guruhni metan zapravkasidamiz. Bu buni yaqin degani metanga yaqin qolding degani emas. Bu yaqin guruhniki degani. Qolganini ichkarida tushuntiraman, yuringlar. Xo'p, uyni qanaqa qilib topshirasiz odamlarga shu? Bizni yaqin metan zapravkamizga kelasizda, gaz quyasiz va chekini to'playsiz. Eng ko'p chek yig'gan obunachimizga 10 tasini tanlab olamiz, ichidan random qilamiz, bittasiga uy beramiz. Aka, undan ona pul nimaga shunga men? Bu pullarni Jahongir yaqin profili 100 mingta bo'lgani munosabati bilan shunchaki obunachilarga hadya qilib yubormoqchi. Nima sharti bor buni? Istoriyada aktiv bo'lganlardan, kommentariyada aktiv bo'lganlardan hammasidan 3 tadan tanlab $300 qilib berib yuboramiz. Zo'r bo'pti, akam. 900 o'ynab turavering. 3 ta deyapsiz, aka gaplashamiz.